Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 12-13 mart kunlari davlat tashrifi bilan Qirg'izistonda bo'ldi. Bu chegara mojarosi tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yomonlashib ketgandan buyon Emomali Rahmonning Qirg'izistonga ilk tashrifidir. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar 2021-2022 yillarda chegarada ro'y bergan qonli voqealar ortidan ancha yomonlashib ketgan edi. Shu sababli Qirg'iziston Tojikiston bilan chegarani bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlarining tor va kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralar chog'ida siyosiy va iqtisodiy sohalardagi ikki tomonlama munosabatlar, shuningdek, ta'lim va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. O'zaro tovar ayirboshlash hajmini $500 million ga yetkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. Mamlakatlar o'rtasidagi havo qatnovi va avtobus yo'nalishlarini qayta tiklash masalalari muhokama qilindi. Muzokaralar yakunida ikki davlat prezidentlari qo'shma bayonot, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi davlat chegarasi to'g'risidagi bitim va qator ikki tomonlama hujjatlarni imzoladilar. Batkent viloyatida Qayrag'och va Qizilbel nazorat o'tkazish punktlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda davlat rahbarlari onlayn tarzda ishtirok etdi. Prezident Jabbarov bu voqeani muhim va tarixiy deb atab, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi 101 yil davomida, ya'ni 1924-yildan beri hal qilinmagan chegara masalasi nihoyat hal qilinganini aytdi. O'sha yili musulmonlar ham o'z himoyachisi xalifalik davlatidan ayrildi. Mustamlakachilar 1924-yilda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barpo etgan davlatni qulatib, musulmonlarni milliy xususiyatlarga va sun'iy chegaralarga ko'ra bir-biridan ajratishdi. Bundan oldin 1916-yilda Fransiya va Angliya o'rtasida tuzilgan Sykes-Picot maxfiy kelishuv bo'lgan edi. Bu kelishuv asosida kofir bosqinchilar xalifalik davlati xarobalari ustida sun'iy chegaralar va qo'g'irchoq davlatlarni yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Rus kommunistlari ham shu shiorga amal qildi. Qirg'iziston va Tojikiston bu bo'linishning mevasidir. Shu bois chegaraviy birodar o'rtasidagi to'qnashuv davom etaveradi. Ushbu sun'iy chegaralar saqlanib qolar ekan, musulmonlarning muammolari hech qachon tugamaydi. Qirg'iziston va Tojikiston musulmon xalqlari birodardir va ular uchun chegaralarning ochilishi ayniqsa Ramazon oyida quvonchli voqea bo'ldi. Musulmonlar bir butun ummat sifatida Alloh va'da qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan Roshid xalifalik davlati soyasida birlashsagina, bu quvonch barcha musulmonlar uchun keng qamrovli va global bo'ladi. Bu davlat sun'iy siyosiy chegaralarni yo'q qiladi. Barcha musulmon davlatlarni birlashtiradi va ularning ishlarini Allohning shariatiga muvofiq himoya qiladi. Musulmonlarni avvalgi dunyodagi eng kuchli davlat maqomiga qaytaradi. Yana bir bor butun dunyoga to'g'ri yo'lni olib keladi. Allohning izni bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu payg'ambarlik bashoratlari ro'yobga chiqadigan kun yaqindir. So'ngra payg'ambarlik minhoji asosidagi xalifalik bo'ladi.